Assalomu alaykum aziz podpischilar, hurmatli do'stlar. Mana stadionimizni 3-etajdan turib bugungi videolarimizni boshladik. Eng avvalo ko'p beriladigan savollarimiz: nima uchun odamlar yo'q degan savol. Xo'p, bizda ish soatimiz, ish vaqtlarimiz ertalabki 8 dan kechki 6 gacha. Kechki smenadagi ishlarimiz esa kechqurungi 7 dan ertalabki 5 gacha bo'ladi. Shuni hisobda videolarimiz soat 5 dan 6 dan keyin kunduz kunda olamiz. Ya'niki ko'p odamlar endi qurilish sohasida texnika bezopasnost bor, boshqasi bor. Shuni hisobida odamlarning ko'pi kameraga tushishdan, telefonga tushishdan cho'chiydilar uchun odamlar xalaqit bermagan holatda, odamlar yo'q vaqtda videolarimizni olishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'plarning bergan savollari asosiysi: stadion qanday shaklda bo'ladi va qanday bo'ladi? Tribunalarida odamlarni joylashishi haqida. Xo'p, asosiy beriladigan savollarga javoblarimiz: muxlislarimiz 2 xil rejimga kirib kelishlari mumkin. Mumkin deganimiz, ya'niki aniq tasdiqlanmagan, hali tasdiqlanmagan hisobda eng asosiy kirish kodlari 3-etajimiz orqali, ya'niki maxsus yo'laklarimiz orqali, mana har bitta bo'lingan tribunalarimiz orasida mana bunday shaklda maxsus lesinchalar yasab qo'yilgan. Mana hozir pastroqdan sizlarga ko'rsatadigan bo'lsa agar, mana qarasangiz, mana har 3-etajimizda har bir bo'laklari bor, ochiqlik yerlar. Mana shu yerda tribuna bilan 3-etajimizni bog'laydigan lesinchalar qo'yib chiqilyapti. Asosiy kirishlar hammasi mana shu yerdan deb hozircha aytilyapti. Iltimos, videoni ko'rgan vaqtda so'zlarga e'tiborliroq bo'linglar. Xo'p, ikkinchi nazariyamiz esa maxsus yo'laklar. Endi avtomobil mashinalar, ya'niki tez yordam, zarur bo'lgan vaqtda voyenniy mashinalarimiz kirishi uchun, chiqishi uchun, texnikalar kirib chiqishi uchun yo'laklarimiz bor. Lekin asosiy kirib chiqadigan yo'laklarimiz 1 va 2 shaklda hisoblanadi mashinalar uchun. Ya'ni u ham 8-blok bilan 1-blokimiz va 1 va 2-bloklarimiz orasidagi maxsus yo'laklar orqali mashinalar kirib chiqishi ko'zda tutilgan. Qolganlaridan esa asosiysi mana 1, 2, 3 shakldagi bloklar, kirish kodlarimiz esa asosiy odamlarimiz uchun mo'ljallangan. Kirib kelib, ya'niki odamlar juda gavjum bo'lgan vaqtda, tirbandlik juda katta bo'lgan vaqtda u yerdan kirish imkoniyati ochiladi va odamlar to'g'ridan-to'g'ri kirib, shu yerdan turgan holatlardan to'g'ridan-to'g'ri mana bu yerda bizni maxsus kiradigan, mana bu yerdan odamlarimiz chiqishi uchun maxsus ochiqlik yerlarimiz qoldiriladi. Shu yerdan kelib tribunalarga chiqib ketish imkoniyati bo'ladi. Xuddi mana bu yerga o'xshab, mana ochiqlik yerimizga o'xshab, mana bu yerga o'xshab lesinchalar qo'yiladi va shu lesinchalar orqali chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Xo'p, mana to'g'rayimizda turgan 7 va 8-blokimiz orasida asosiy murabbiylarimiz, futbolistlarimiz kirib 2-etajga chiqib o'zlariga ajratilgan xonalarda bemalol ko'rsatmalarni olib, boshqa ishlarni qilishga bemalol kirib chiqadigan yo'llari bor. Xo'p, 1-etajimiz esa aytib o'tganimizdek magazin, tualet, supermarket, oshxona, bufet, shunga o'xshash bo'laklarga bo'linadigan bo'lyapti. Xo'p do'stlar, hozircha bizda shular. Nasib qilsa qo'llab-quvvatlab tursangizlar, sizlar bilan birgalikda hammasiga erishamiz. Stadionimiz hozircha mana shu shaklda bo'lyapti. Yana qanday, nima haqida, qayerlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsangizlar, qo'limizdan kelgancha kommentariyalarni o'qib, javob bo'lsa javob yozamiz, bo'lmasa video bo'lsa video qilishga harakat qilib beramiz.